Assalomu alaykum. Men Abdurahmon Shavzubek Maxtum Muazzam MFA'dan keluvdim. Tadbirkorman. O'shanga bir kreditlar haqida ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Bizda hozirgi kunda Agrobank tomonidan qancha kreditlar mavjud. Bundan birinchisi ishsizlar uchun biznesga birinchi qadam, ya'niki 5 million so'mgacha o'zingiz bank qilgan holatda 1 yil muddatga 25% yillik stavkasi bilan kredit ajratish mumkin. Bundan tashqari yana biznesga ko'mak yo'nalishi bo'yicha 17 million so'mgacha 25% yillik stavkasi bilan 4 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan bunda ham xuddi o'sha o'zingiz bank qilgan fuqaro sifatida kredit olishingiz mumkin. Bundan tashqari yana mahalla loyihasi dasturi asosida kredit ajratib beramiz. Bu 5 yil muddatga yillik 25% stavka asosida 2 yil imtiyozli davr bilan bu ham xuddi o'zingiz bank qilgan fuqarolarga kredit ajratib beramiz. Agar siz yuridik shaxs emasda, yuridik shaxs bo'lsangiz, yuridik shaxslarga ham bizda kredit mavjud. Prezident 312-sonli prezident farmoniga asosan 100 million so'mgacha garovsiz kredit ajratib berishingiz mumkin. 100 million so'mdan 300 million so'mgacha garov asosida kreditlar ta'minlab berishingiz mumkin. Bundan tashqari sizda agar imkoniyat bo'lmaydigan bo'lsa, mahallada hokim yordamchisining tavsiyasi asosida oilaviy kredit mavjud. Mahallada o'sha hokim yordamchisiga borib uchrasangiz, arizangizni qabul qilgan holatda tavsiya asosida 3 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan 33 million so'mgacha o'sha qaysidir tadbirkor yo'nalishi qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha tadbirkor yo'nalishi bo'yicha sizga kredit ajratib berishi mumkin. Men hisob raqam ochmagandim-da, o'shanda. Yaxshi, tushunarli. Xo'p, siz yangi tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz, tadbirkor faoliyat qilayotgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda siz bankimizda hisob raqam ochtirishingiz kerak. Undan keyin shu siz demak 100 million so'mlik kredit olmoqchisiz. 100 million so'm kredit olmoqchi bo'lsangiz, albatta sizda o'zingizni guvohnomangiz, firmangiz guvohnomasi, undan tashqari ustav nizomi bor. Uni olasiz, pechat va shtampingiz va bizga shu biznes rejangizni taqdim qilgan holatda ariza yozib berasiz. Arizangizni ko'rib chiqqan holatda sizga o'sha ma'qul bo'ladigan bo'lsa, tekshirib sizga kredit ajratilishini muvofiq qilib belgilangan bo'lsa kredit ajratib beramiz. Bundan tashqari yana sizga qo'shimcha ma'lumot sifatida kredit haqida yana qo'shimcha ma'lumot beraman. Ushbu kreditimiz 7 yil muddatga beriladi. 7 yil muddatga 3 yil imtiyozli davr bilan bizda Kosonsoy filiali 3-toifa bo'lganligi sababli 21% holatda 21% yillik stavkasi asosida ajratiladi. Endi hozirgi kunda ayollarimiz uchun 2% imtiyoz ajratilganligi uchun 19% da ayollarga ham ajratib berishingiz mumkin. Bunda ta'sischi yoki firmaning rahbari ayol kishi bo'lsa, o'sha 19% holatda imtiyozlar ajratib berishimiz mumkin. Qo'shimcha savollaringiz bormi? Yo'q.